Mary Poppins bu bolalar uchun yozilgan sehrli va qiziqarli hikoya bo'lib, uni ingliz yozuvchisi Pamela Travers yaratgan. Hikoya Londondagi oddiy Cherry Trail Lines ko'chasida yashovchi Bankslar oilasi haqida. Ularning bolalari Jane va Michael yangi enaga kutishadi. Shu payt shamol bilan osmonda uchib keladigan g'ayrioddiy enaga Mary Poppins paydo bo'ladi. Mary Poppins oddiy enaga emas, balki quloqsiz bolalarga dars berib qo'yish maqsadida koinotdan kelgan sehrgarga o'xshaydi. U bolalarni sehrli sayohatlarga olib boradi. Hayvonlar bilan gaplashadigan joylarga olib kiradi. Kundalik hayotni ham mo'jizaga aylantiradi. Mary Poppins Bankslar xonadonining zumrashalarini tarbiyalash bilan bir qatorda ular qalbida yuksak insoniy tuyg'ularning paydo bo'lishiga sababchi bo'lgan enagadir. Qadrli kitobxonlar, yaxshisi ezgulik va mehr oqibat tarannum etilgan ushbu asar mutolaasiga hoziroq kirishing hamda Mary Poppinsning sarguzashtlariga o'zingiz guvoh bo'ling.